Tasavvur qiling, choyga mazza qilib sariyo non yeyapsiz. Lekin oradan bir necha daqiqa o'tmay bosh aylanishi boshlaydi, ko'ngil ayniydi, go'yo bir butilka aro ichgandek. Ammo siz aro umuman iste'mol qilmaysiz. Ishonmayapsizmi? Keling tushuntirib beray. Bu Nick Carson. Texasdan bo'lgan 46 yoshli qurilish ishchisi. Ichmaydi, chakmaydi, zararli odatlari umuman yo'q. Ammo oylar davomida tanasida nimadir o'zgarayotgan bo'ladi. Birdaniga bosh aylanib qoladi, kayfiyat tushib ketadi va nihoyat bir kuni tanasi bunga dosh bera olmaydi. Uni mast holatda mashinada haydaganini uchun to'xtatishadi. Nafasdagi spirt miqdori 0.20%. Ya'ni qonundagi ruxsatdan 3 baravar ko'p. Ammo u tinmasdan tushuntirishga harakat qiladi. Men umuman ichmaganman, men даже o'zimga olmaganman. Ammo hech kim ishonmadi. Sud ham uni yolg'onchiga chiqazdi. U haydovchilik guvohnomasidan ayrildi. Ishini yo'qotishiga sal qoldi. Oradan vaqt o'ylab shifokorlar chuqur tahlil boshlashdi. Va nihoyat shunaqa narsa aniqlandi. Nickning tanasi o'zi spirt ishlab chiqarayotgan. Bu avtopivoxona sindromi, ya'ni Ora Brewery Syndrome deb ataladi. Juda kam uchraydigan holat bo'lib, ichakdagi zamburug'lar uglevodlarni spirtga aylantiradi. Ya'ni uning oshqozoni xuddi pivoxonadek ishlayotgan bo'ladi. Bu o'zi nima degani? Bir parcha non yegandan keyin mastlik, bir stakan sharbatdan keyin bosh aylanishi. Chunki oshqozonida yashovchi Candida yoki Saccharomyces kabi zamburug'lar ularni etil spirtiga aylantiradi. Buni davosi o'zi qanday bo'ladi? Oddiy parazitlarga qarshi dorilar, maxsus parhez, uglevodsiz va shakarni cheklovchi diyeta. Bu holatga o'zi hech kim ishonmagan, lekin aslida tanamizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng g'aroyib sindromlardan biri edi. Chunki tibbiyotda haqiqat fantastikadan hamma joy.